Mana ugolovi stoli. Aqabaqa qimirlatishiga qiyin bo'lyapti. Odam o'tirganda sal tortkisi yo uzoqroq qilgisi keladi, o'tirib turganda. Shunga hozir oyoq qo'yamiz, g'ildirak demoqchiman. Mana profildan kesib oldik. Hozir buni qo'yib turib, bunday qilib qo'yamiz. Ustiga lis qoplaymiz-da. G'ildirakni keyin svarka qilamiz, men qotiramiz. Keyin mana yonidan samarada yo bir qanaqadir shurupda qotirish planda ish boshladik. Kimgadir qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rsin videoni. Hozir bitgan holatini ham qo'yamiz. Buni oyog'i 8 ga 8 ekan. Biz 10 ga 10 profildan kesdik-da mana. 1-2 sm kesib tashlab, shuni kushoygan qilib moslab oldik mana. Buni orqasini endi temir bilan bekitamiz. Lis bilan. Mana bekitdik hozir. Buni tashit qilib endi kiygizamiz, keyin g'ildirakni o'rnatamiz bunga. Keyin siz qanaqa samarizda qotirib qo'yamiz. Kraskalaymiz buni, iloji bo'lsa. Mana oyoqlarini o'rnatdik. Aqabaqa yurish yengil bo'ldi. Svarka qilib qo'ydik oyoqni. To'g'risini bossak, voy, qattiq ekan. Buni ustichi. Yumshoq.